Bugun sizlar bilan qovurilgan deb bo'linib ketmaydigan achchiqqina frikadelkali sup tayyorlaymiz. Ideal frikadelka qiymasi uchun ozroq muzlatilgan mol go'shtining shapoq qismini 2 marotaba go'sht maydalagichdan o'tkazishning o'zi kifoya. Bu qiymaning nozikroq, ya'ni sir asrorlarini opisaniyada yozib qoldiramiz. 10 grammdan dumaloq qilib olingan bu frikadelkalarni chaliroq qilib qizgan yog'da qovurib olamiz. Go'shtning mazasi chiqqan shu yog'ining o'ziga juda ham mayda to'g'ralgan piyozlarni solamiz va ularni ham qovuramiz. Ketidan qirg'ichdan o'tkazilgan qizil sabzi, pomidor va ukrop kartoshkalarni solamiz va ularni ham qovuramiz. O'zimiz restoranda ham ishlatilgan, ovqatimizga rang va maza beradigan juda ham sifatli totli tomat pastalardan solamiz. Qovurilgan frikadelkalar va oldindan qaynatib qo'yilgan bulyonni solamiz va 20 minut juda ham past olovda qaynatamiz. Noodatiy bo'lgan granola pastalari supimizning mazasini va ko'rinishini ideal darajaga olib chiqadi. Tuz, ziravorlar va chesnokni solamiz, yana 10 daqiqa qaynatamiz. Biz sizlarga eng mazali retseptlarni ilinamiz, albatta uy sharoitida tayyorlab qo'ying. Yoki bo'lsa tayyorlab berish kerak bo'lgan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Bir dona laykka arziydimi yo'qmi bu retsept, shuni ham yozib keting. Juda mazali.